Kitob va boylik. Hidoyat Olimova. O'zini shaharning katta boyi hisoblaydigan bir ishbilarmon odamlardan Hasan Dashtiyning dovrug'ini eshitib, uning kulbasiga kelibdi va debdi: "Men sizni bunchalar faqir deb o'ylamagan edim. Boshingizga biror kulfat tushsa, xarjlashga hech vaqoingiz yo'q ekan-ku. Mening boyliklarim bitmas tuganmas. Ular har qanday xatardan sog'-omon chiqishimni kafolatlaydi. Sizning mana bu kitoblaringiz qadriga o'zingizdan o'zga yetmasa kerak." Oradan bir qancha vaqt o'tibdi. Yurtga bosqinchilar hujum qilibdi. Boyvachchaning bor duru javohirlari ham, Hasan Dashtiyning sandiq kitoblari ham talonchilar qo'liga o'tibdi. Bir kuni sobiq boy Hasan Dashtiyni uchratib qolib: "Uzr ustoz, o'shanda katta ketgandim. Bugun qo'limda bir miri ham qolmadi. Bosqinchilar sizning ham sandiq kitoblaringizni duru javohir deb o'ylab talab ketganmish", debdi hamdardlik izhor qilib. Hasan Dashtiy shunday javob beribdi: "Yaqinda Hirot shahridagi shogirdlarim xabar keltirdi. Ular talonchilar qo'lidan 1000 ga yaqin kitoblarimni sotib olibdilar. Yana qancha asarlarimga muxlislarim, ilm ahli talabgor bo'layotganmish. Shu tariqa bosqinchilar o'zlari bilmagan holda kitoblarimni Hirotdagi shogirdlarimga yetkazibdi. Men buni eshitib xursand bo'ldim. Buni qarang, taqsir, oltin u zar yomon odam qo'liga tushsa, yomonlikka ishlatilishi mumkin ekan, ammo kitoblar har joyda ezgulikka xizmat qilar ekan." Hasan Dashtiyning bu gaplarini eshitgan boy qattiq ta'sirlanibdi. Ilm ahliga hurmati oshibdi.